O'zbek futbolida katta o'zgarishlar boshlandimi va Cannavaro bilan nima bo'ladi degan savollarga aniqlik kiritamiz. Jahon chempionati tugadi. O'zbekiston 3 chala uchrashuvda ham mag'lub bo'lib, musobaqani ertaroq tark etdi. Bu natija albatta muxlislarni xafa qilgani aniq. Lekin eng qiziq o'yinlardan keyin boshlandi. Ijtimoiy tarmoqlarda Cannavaro iste'fo beryapti. U Toshkentga qaytmaydi degan xabarlar tez tarqala boshladi. Haqiqat nimada? Hozircha Cannavaroning iste'fosi rasman e'lon qilingani yo'q. U jamoa bilan birga Toshkentga qaytmagani haqida xabarlar bor. Ammo bu avtomatik ravishda ishdan ketdi degani emas. Hozircha O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ham rasmiy qaror chiqarguncha yo'q. Endi eng muhim savolga o'tamiz. Cannavaroni olib qolish kerakmi yoki yangi murabbiy kerakmi? Bu masalada muxlislarning fikri ikkiga bo'lingan. Bir tomon 3 ta o'yin, 3 ta mag'lubiyat, demak murabbiy o'zini oqlamadi deyapti. Ikkinchi tomon esa bu O'zbekistonning tarixdagi birinchi jahon chempionati edi. Portugaliya va Kolumbiya kabi jahonning eng kuchli termalariga qarshi o'ynadi. Bitta musobaqa bilan xulosa qilish to'g'ri emas deb hisoblayapti. Cannavaroning o'zi ham o'yindan keyin barcha mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. U futbolchilarni emas, o'zini tanqid qildi va O'zbekiston futboli rivojlanishi uchun yoshlar akademiyalariga yanada katta e'tibor berish kerakligini ta'kidladi. Menimcha endi muhim masala faqat murabbiyni almashtirish emas. Asosiy savol shundaki, biz keyingi jahon chempionatiga yana qanday kuchliroq tayyorlanamiz? Qanday qilib himoyani mustahkamlaymiz? Qanday qilib yosh futbolchilarni Yevropa darajasiga olib chiqamiz? Chunki murabbiy almashishi mumkin, ammo futbol tizimi kuchaymasa natija ham o'zgarmaydi. Endi qarorni O'zbekiston futbol rahbariyati qabul qiladi. Cannavaro qoladimi yoki terma jamoada yangi davr boshlanadimi? Bu savolga javobni yaqin kunlarda bilib olamiz. Siz qanday fikrdasiz? Cannavaro yana bir imkoniyat olishi kerakmi yoki terma jamoaga yangi bosh murabbiy olib kelish vaqti keldimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.